Xo'p, ushbu berilgan misolda berilgan ketma-ketlikda 17-qavs qaysi natural son bilan boshlanadi? Qavslarning ichiga e'tibor beradigan bo'lsak, birinchi qavsda bitta natural son, ikkinchi qavsda ikkita natural tog' son, uchinchi qavsda 3 ta natural tog' sonlar berilyapti. Demak, 4-qavsimiz 13, 15, 17, 19 bilan tugaydigan 4 ta tog' son va hokazo shu tariqa boshlanadigan bo'lsa, 16-qavs ichida 16 ta son bo'ladi. 17-qavs ichida 17 ta son bo'ladi. Mana shu 17-qavs nechi bilan boshlanadi, shu so'ralyapti. Demak, qavslarning ichiga qarab boradigan bo'lsak, 1 plus 2 plus 3 plus 5 va hokazo oxiri 16-qavsda oxiri nechi bilan tugashini topaman. Bu degani birdan 16 gacha bo'lgan sonlar yig'indisini hisoblasam, 16-qavsgacha nechta tog' son borligi kelib chiqadi. Birinchi qavsda bitta, ikkinchi qavsda ikkita, uchinchi qavsda 3 ta, 4-qavsda 4 ta, 5-qavsda 5 ta va hokazo shu tariqa ketadigan bo'lsak, mana bu joyda 5 emas 4 qilib qo'yishim kerak. Hisoblayman. Ketma-ket sonlarni hisoblash uchun boshi bilan oxirini qo'shib 2 ga bo'lib, nechta son bo'lsa soniga ko'paytiraman. Bu hisob-kitobni bajarsam 136. Demak, 16-qavsda joylashgan sonlarning eng oxirgisi 136-tog' son. 136-tog' sonni hisoblash uchun 136 ni 2 ga ko'paytirsam 272. Ya'ni 272 gacha bo'lgan eng oxirgi tog' son 271. Mana shu 136-tog' son hisoblanadi. 16-qavsda oxiri shu bilan tugaydi. Ana o'shanda 17-qavs 273 degan tog' son bilan boshlanadi. Demak, javob 273 bilan boshlanadigan javobimiz bo'lsa, mana bu javob.